Do'stlar, assalomu alaykum. Vodiydamiz. Endi vodiyda futbol bayrami bo'layotgan paytda Toshkentda qolib bo'lmaydi. O'tgan yili Farg'onaning Istiqlol stadionida eng zo'r final bo'lib o'tgan, esingizda bor. Va yangi g'olib nomi ma'lum bo'lgan edi. Va 22-noyabrda ham yangi chempionni qarshi olishimiz mumkin. To'g'ri, bu juda ham yangi chempion emas. Oldin ham chempionlikni qo'lga kiritgan jamoa, buni yaxshi bilasiz. Qizilqum ham yaxshigina qarshilik ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun final maqomidagi uchrashuvni tomosha qilish uchun hozirda birinchidan chiptalar qolmagan, ikkinchidan hamma bu o'yinga keladi. Andijon, Xorazm ishtirokidagi uchrashuvni sharhlab bo'lganimdan keyin xudo xolisa Farg'onaga yo'l olamiz va Farg'onada futbol bayramida sherik bo'lamiz. Farg'onada ko'rishamiz, xolos.